Meni o'zim musofir bo'lsam bile. Sen menga aytyapti. Aka deyapti, men ketaman deyapti. Men aytdim, qayerga ketasan dedim. O'zbekistonga ketaman dedim. Dedim, nimaga dedim? Sen dedim, "Ag'da dedim, qo'l ochib kutib olishmaydi." Meni dedi, Koreyada dedi, 2-3 oy dedi, ko'chada yashadim. Yeyishga nonim bo'lmadi. Men dedi, Koreyaga borganim bilan ishim yo'q dedi, yotog'im yo'q dedi, tanishim yo'q dedi. Koreyaga borganimdan keyin ham dedi, men ag'da dedi, yashalmayman dedi. O'zbekistonda nima qilasan dedim. O'zbekistonga borsam dedi, Qarochi dedi, bironta tanish bilish, baribir musulmonmiz, o'zimizni vatanimiz dedi. O'zbekistonda ham uy yo'q ekan uning, zik. Hech kimi yo'q ekan, ota-onasi haydab o'rgan ekan, tushundingmi? Yo'q uyi, ota-onasi Koreyada uni. Keyin men aytdim, O'zbekistonga ketayotgan bo'lsang dedim, telefon qildim Azizga. Aziz dedim. Qarochi dedim, meni ofisdan dedim, bitta xona qilib bergan dedim, pul qilmagan, yeb-ichib qorniga qaragan shu bala dedim, o'zini tutguncha yashasin O'zbekistonda. Men dedim, jo'natyapman, O'zbekistonga ketmoqchi bu bala dedim. Bo'ldi dedim, O'zbekistonga biletini oldim. O'zi ketaman degan, bu yerda Dubay birov urib jo'natib, yo birov urib bo'lmaydi bu yerda. Men qanday jo'nataman uni O'zbekistonga? O'zi ketaman deb turgan odamni qanday jo'nataman? Shpagaletga tudasida deb sayni nimang bilan uni qanday aloqasi bor? Po'quysan shpagaletga o'tmaydi u. O'zi kelaman dedi, u poklandi, meni kechiradilar deb o'yladi u. Yo'q, kechiradi, yo'q. Mana, zik.